Zafarbek, nima qilyapsan? Velosipedistagi rasmlarni tomosha qilib o'tiribman. Malades. Faqat yirtib qo'yma, maylimi? Ya, Nima bo'ldi, ya? Kimni ko'rding? bobomni rasmini topib oldim. Boboyning rasmi, meni rasmim ichida nima qiladi? Bu faqat mening rasmlarim. Boboyning rasmi haqiqatan. Bobomni sog'indim, bobomni boramizmi? Boboyni sog'indingmi? Olib boraymi bobongga? Endi yur ketdik, bobongga olib boraman. Ana hozir biz shaxmatchi ziyoratgohiga yetib keldik. Zafarbek, hozir birgalikda kiramizda. Yashil o'simliklarda uyilmasdan, qabrlarga ziyon yetkazmasdan, bosmasdan men yuraman, sen orqamdan yuraverasan, maylimi? Bismillah. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum ahli kubra. Bahrom tog'ang ham kelibdi mana. Boboyni ko'rgani ketdi mana boboying. Boboyingni mana oldiga keldik. Assalomu alaykum otajonim. Sizni ko'rgani keldik. Hayit bayramlaringiz bilan. Hayit bayramlaringiz. Sizni juda sog'indik. Sizni juda sog'indik. Doimo qalbimizdasiz. Doimo qalbimizdasiz. Sizni unutmaymiz. Sizni unutmaymiz. Siz doimo yo'qlab turamiz. Sizni doimo yo'qlab. Haqqingizga har doim duo qilamiz. Haqqingizga har doim duo qilamiz. Bismillah, kam-kamda, ana quyur. Молодец, shunday. Quyur. Kam-kamdan quyur. To'xtatmayman-de, quyur. Qiyshaytir, shunday, qiyshaytir, молодец. Ana shunday qiyshaytir. Shunday, kam-kam. Quyur. Молодец, zo'r. Quyur, barakalla. Bobojoningning qabriga chiqqan gullarga suv qo'ygin, savob bo'ladi. Bobojoning senga rahmat aytadi. Bo'ldi, mana. Qabrlar doimo toza ozoda turishi kerak. Kattalar aytishgan, qabrga kelib turib o'tiribmas, tik turib Ixlos surasini 10 marta o'qishlik afzal deyishganda, savobi ham katta bo'ladi deyishgan. Shuning uchun biz ham shunga amal qilib tik turgan holatda Ixlos surasini 10 marta, Fotiha surasini o'qib tilovat tushirsak, Allohim o'tganlarda o'z rahmatiga olsin, joylari shohday jannat bo'lsin. Allohim mag'firli va validai va ustozina va zurriyatina va ajdadina va avladina va mu'minin mu'minat va muslimin muslimat. Robbana atina fid